Assalomu alaykum. She'riyat bo'stonida studiyada Dilbar Qurbonnazar qizi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi taniqli shoir Tilak Jo'ra yozadilar. O'zbekiston chayqalib yotibdi nurli bir chaman, oy bilan oftobning buyuk vatani. Tong kabi jilmayib baxti ochilgan maysaga ko'milib nurli badani. Osmon posbonidir bunda burgutlar, chumchuq chug'uridan teshiladi tom. Bu o'lka ko'ksida yonar bulutlar, chinor shoxlariga qo'nganida shom. Ne daryolar bor yugurib yelib, ummonda qolarlar bir umr yaxlab. Bu chaman bag'riga daryolar kelib, zaminga singarlar g'o'zaday shoxlab. Ko'z yoshdek tiniqdir bu elda osmon, shaftoli shoxlari qayrilgan onda, naqshi olma yuziga yugurganda qon, oftob ham osilib tolar armonda. Bu elning qadimiy har qo'shig'ida bejiz oltin deya atalmas to'proq, simyog'ochga qo'ngan qush tumshug'ida tilladay nurlanib turibdi boshoq. Chayqalib yotibdi nurli bir chaman, yulduzday sochilib olamga shoni. Fidoyi o'g'ilman, yonib o'paman olam ostonasi O'zbekistonni. Chayqalib yotibdi nurli bir chaman, oy bilan oftobning buyuk vatani.